Keldim, chiqa qol. Voy, kelib bo'ldingizmi? Oyim yaxshi ko'rgan ovqatimni qilgandilar. Ovqatlaning, yarim soatda tushaman, kutib turing. Mana qara, yana qanaqa ovqat? Nimalar deyapsan? Men senga kecha aytdim-ku, ko'rishadigan odamim bor dedim. Oldiga borishim kerak dedim. Tayyor. Hozir. Kuyov yaxshimisiz, uydagilar yaxshi yuribdi? Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Ha, rahmat, kiring uyga ovqat pishgandi. Oy, sal shoshyotgandim-da. Odam kutyapti. Qizingizni shunday uyga tashlab, keyin sirasini oldiga ketishim kerak edi-da. Qizim yaxshi ko'rgan ovqatni qilib qo'yganim. Bo'lmasa siz mashinada kutib turing, qizim uyda yeb oladimi deyotgandim. Ha, uyga kirardik. Aka, to'g'risi shoshyapman-da. Sizingizni shunday uyga tashlab, bitta odam kutib turib, shunday o'shani oldiga ketishim kerak. Ha, vaqt yo'q. Shoshayotgan ekanlar-da. Ha, bo'lmasam siz shu mashinada o'tirib turing, seni ham yaxshi ko'rgan ovqati bo'lgan. Shunday yedib chiqarib yuboraman. Uyda yeb olamiz. Kuyov, ko'chada nima qilyapsiz? Uyga kiramiz. Hadi sal shoshyotgandim-da. Qizingizni shunday uyga tashlab, bitta odamni oldiga ketishim kerak. Kutib qoldi, ruxsat bering, ketaylik. Chaqir qizingni nima qilib o'sha o'tiribsanlar? O'sha ovqatini solib ber, ovqat yedirmagan joyim. Shoshilyapman deyapti. Birov bilan ko'rish kerak. Mana tushunadigan odam ham bor ekan, hadi ruxsat bering, chaqiring qizingizni. Seningni chaqir qani? Kiramiz, ovqat tayyorlaydi.